Niyatlaringiz qanaqa? Xudo xolasa. O'g'il bo'lsa bilaman, qiz bo'lsa-chi. Eringiz hech narsa demayaptilarmi? Urasizmi? Lekin o'zingiz so'qmoqchi emassiz shunda. Qancha so'qsichada bu? Hozir uyda 3 ta qizim bor. Bu endi 4-chi. Ba'zidachi 10 ta o'g'il bermaydigan narsani bitta qizdan bo'ladi odamlarga. Shuning uchun balkim shoshilmassiz nimadir qaror qilishga. Uyingizdagilarga qarshilik bildirmasa. Abort degan narsa uncha oddiy narsa emas, bu uchun bo'laverasiz. Ya'ni haqdasiz. Bolajoningiz sog'lom, har taraflama sog'lom. Menga Instagramdan ko'pchilik yozadi-ku. Rosa yozadiganlar bor. Bolasini xohlamaydiganlar bo'lsa, ayting, tirnoq qizormiz deb. Shunaqalar ko'p qo'yapti. Shuning uchun uvoliga qolmang bilan.